qilib, hoji ham mana bizni doim mijozlarimizdan bir yilda bir keladi, lekin shunda ham xursand bo'lib ketadi-da. Xursandsiz hoji, yaxshimi hamma yo'g'ingiz? Alloh razı olsun. Bo'ldi. Hamma yo'qinglar yaxshimi? Amin, aytganingiz kelsin. Amin, amin, aytganingiz kelsin. Farzandlarini rohatini. Hosh tog'am ham xursand bo'lib o'tiribdi. Xudosi bitta qizingiz duo qilib qo'yasiz endi. degan qizim chiqaradigan baxtimda yo'q qo'yaman. Shu qiz ko'ryapman. Maşallah. Men keyingi qizim. Yo'q baxtimni asosan. Qizimni baxtini bersin. O'g'illari anjamda oldi yigitlar olsun. Hayoti shundan ham shirin bo'lsin. Yomon ko'rish sanasin. Tinch bo'ling bilan. Sizlarga ham rahmat. Xo'p bo'ladi, xo'p. Mana ko'rdingiz, shunday dasturxonda kelib bitta ota-onangiz bilan duo olib ketsangiz ham eng katta baxt bor ekan, qadriga yetaylik. Yo'q bo'lgandan keyin qaytib topolmaysiz. Hamma narsani topsiz ham ota-ona topilmaydi. Hosh tog'a, yaxshi o'tiringlar, xo'p bo'ladi.